vashi dahshat chiqarib qo'yar ekan. So'ta qarib o'tdi, so'ta. Silos mana. Qanaqa qalin edi silosiz? Qanaqa qilib. Chotga qilib. Qanaqa ekan zo'rmi? Zo'r. Sekki bo'lsa bundan ham mayin chiqadi. Sekki bo'lsa ham undan ham mayin qiladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hozir biz bugun Zangiotalik Olim akamizga ikkita demak vakuumli siklonli anaqa drabilkani chiqarib yubordik. Men hozir mijozimiz fikrlarini ko'rsatib o'tamiz sizga. Assalomu alaykum Olim aka. Ikkita drabilkamizni xarid qildik, ishlatib ko'rdik. Qanaqa ekan? Sizga ma'qul keldimi? Menga ma'qul keldi. Zo'r o'tkazishlari, makka o'tkazishlari qanaqa ekan? Zo'r. Donni ham mayin qilib chiqarib berar ekan. Zo'r ekan. Makka poyani ham silosli qilib berar ekan. Unisiga ham gap yo'q, zo'r. Menga yoqdi. Zo'r ekan. Yoqdi. Tavsiya berasizmi? Tavsiya beraman. Olinglar, ishlatinglar. Chorvadorlar, sizlarga tavsiya beraman. Olinglar, ishlatinglar. Zo'r ekan. Xuddi shunaqa drabilkalarimiz agarda sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastda raqam qoldiraman, pastdagi raqamga aloqaga chiqing. Bizda butun hamma ixtiyoriy bizdan olingan xarid qilingan mahsulotlar uchun O'zbekiston bo'ylab tekin dastavka xizmati mavjud.